Tushuntira oldimmi? Повторное переживание, nima deydi? Повторное переживание посттравматическое стрессовое расстройство. Flashbacklar har xil tarzda bo'lishi mumkin. Masalan, ilon chaqqan bo'lsa, hozir hamma joydan ilon chiqayotgandek bo'laveradi. Aytaylik, bir yaxshi ko'rgan tashlab ketgan bo'lsa, bunisi ham tashlab ketayotgandek bo'laveradi. Aytaylik, chaqalog'i tuqqandan keyin o'lib qolgan bo'lsa, yana farzand ko'rsa xuddi o'lib qolayotgandek bo'laveradi. Qornida bola bo'lsa, hali hayajonlanaveradi, hozir o'lib qoladimi deb. Ko'chada yurib, ko'chada avariya ko'rgan bo'lsa, mashina haydolmay qoladi. Salom opa, yaxshimisiz? Nevrozdan bir tomonlama sezgi pasayishi, quloq eshitishi o'sha tomonda past bo'lishi mumkin. Mumkin. Hamma narsa mumkin. Nevroz shunaqa kasallikki, ijod qiladi organizm. Organizm ijod qilaveradi. Demak, yuqorida aytayotgan gaplarni tushuntira oldimmi? Ya'ni aytaylik, bir inson ayol kishi turmush o'rtog'ini xiyonatini ko'rdi-da, bu ham posttraumatik stress buzilishiga ta'sir qildi. Endi ana shu eri yana boshqa xotin topayotgandek o'xshaveradi. Urushaveradi. Meni qo'yvordi, meni nima deydi? Sen baribir topib kelding, yurib kelding deyveradi. Ya'ni o'sha ayolga haligi posttraumatik stress buzilishi shunaqa ta'sir qilganki, uyalib ketyapman. Sizlarga o'sha aloqaga chiqib qo'ysam, qarasam, mana suvda endi men bu yerda nima deydi, dengizga tushganda yuziga tekkan, qaragan, uyalmasam bo'lasi, o'zimnikisilar. Bu kanalda ko'rayotganlar Zemin Sopani va Zemin Sopa har bir bunday qilib hali artishamiz. Bo'ldi. Endi o'lmasam bo'ladi. Xayol kelaveradi. To'xtovsiz xayol kelaveradi. Xuddi hozir bir narsa bo'lib qoladigandek, xuddi eri yana boshqa ayol topib olgandek bo'laveradi. Men restoranda emasman. Men Titanic Mardan Palace degan, voy, meni bosib qo'ydi. Bir narsani bosib qo'ydim. Ipokondriyani ham davolayman. Ha, shu tonni o'chiramayapman. Qanday tonni o'chiraman ekan? Hozir o'chiraman. Hey, bopladim. O'rtoqlar, bopladim. Bir narsani yoqib yubordim. Qo'lim tegib ketuvdi. Bir narsa bo'lib qoldi. Qanday qilib to'g'rilayman? O'rgatib yuboringlar. Yaxsam to'g'rilanmagan. To'g'rilanmadi. Nevrozga uchradi videoda. Video nevrozga uchradi deb yozib qo'yibdi. Hozir bir narsa qilamiz, hozir o'ylab topamiz. Bunday qilamiz. Yo'q. Nevrozga uchradi video, o'rtoqlar. Videomiz nevrozga uchrab qoldi. Videomiz nevrozga uchrab qoldi.